ishga keldik. Suratga olish jamoasi yurgandi. Got Talent haqida ko'rsatuv bo'ladi dedi. Keyin kirib keldilar. Birinchi hazillashdilar. Shunaqa sizlarga nima olib keldik? Tashakkurnoma, esdalikka narsa olib keldik deb. Ha, o'sha payt hamma meni qarab turibdi, men ham qarab turibman, nimadir deydi deyapman. Xullas bu degani siz komandangiz to'g'ridan-to'g'ri efirlarga yo'l oldi va bu taklifnoma. Bizlarni qaytaramiz deshdi va ko'zimizdan yoshlar shunaqasiga otilib ketdi. Qizlar bilan shunaqa yig'lavordik. Qarsak chalindi. Bo'ldi. Endi yig'lolmagandan keyin baqirib chiqarish kerak bu narsani. Qarsak to'xtatgimiz kelmayapti-da, shu ichimizdagi shu qarsak bilan ovoz baqirib chiqarib yuborsaydi. Got Talentga chiqishimizdan oldin bu sahnada juda ko'p ijrolar qilganmiz, juda ko'p chiqqanmiz bu sahnaga, lekin Got Talentga chiqqanimizda bu sahna shunaqa dekoratsiyalar bilan o'zgacha bezatilganki, sahna o'zi hayajonlantiryapti. Bu asarimizni ijro etish juda murakkab bo'ldi bizga. Bizni chiqishimizni to'satdan aytib qolishdi. Biz shunday intervyu berdik. Yugurdik. Bo'g'zimga kelib qoldi. Nafasim shunaqa yugurdik. Suvlar ichib как бы kontrol qilib o'zimizni. Nafasimizni rostlab oldik va ijroni boshladik va ular ham qotib qolishdi. O'zbekiston Got Talent hakamlariga assalom, assalom, assalom alaykum. Ana. Mana shu ko'rsatuvga chiqqanimizdan keyin ham ko'p yoshlar bizlarni jamoamizga qiziqish bildirib, bizga juda ham ko'p yangi bolalar qo'shildi. Hozir mana biz o'tirimizni biz eski sostav hisoblanamiz. Va hozir yangilar kelgan bizga, ular bizlarni juda ham hurmat qilishadi. Jamoamizda mana shu narsa yo'lga qo'yilgan. 1 yosh kattami, farqi yo'q, sizlash kerak. Hamma bir-biriga sizlab hurmatda munosabat qiladi. Mana bizda ishlab ketganlar mana shu jamoadagi ahillik boshqa jamoalarda yo'q deyshadi. Jamoamizga ishonamiz, xudo xolisa yutamiz. Biz bitta oilamiz. Hech kim bizni sindira olmaydi. Eng zo'ramiz. Eng zo'rimiz. Yoshlar xori